Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz skuterlarni tayyor holatga keltirdik. Aziz do'stlar, bularimiz 500 kilolik skuterlar, 2 kishilik. Ham yuk yuklaydi, ham bo'lsa odam olib ketadi. Mana 3 ta odam chiqsa bo'ladi. Mana bu orqa ko'rinishi. Mana bu joyi 2 ta odam o'tirsa bo'ladi. Oldiga bitta yo 2 ta odam o'tirsa bo'ladi. Bu ikkalovi bir xil holatda. Bunisini nariga surib qo'ysangiz shunaqa bo'ladi. Mana 500 kilo yukni olib ketaveradi indamasdan, xudo xolasa. Eshiklari bor, eshiklarni yosh bolalar chiqarib olsangiz tushib ketmaydi. Yosh bolaga ham juda ham bir qulay. Do'stlar, bularda nimalari bor deganlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, bu joy ochiladi. Hop, bunda hozir balon kuluvchi bor, damkranti bor. 10-12 kuluvch, 8-10 kuluvchi bor. Bitta atvertkasi bor. Mana bu bokovoy. Mana qo'yib oladigan bokovoy oynasi. Buni ham ichkari solib qo'yapmiz. Hop, yana do'stlar, blok pitaniyasi bor mana. Blok pitaniyasini bir kuchlik yaxshisidan qo'yilgan. Ancha-muncha tushunadiganlar bo'lsa mana 60 volt sertifikati bor. Sertifikati keyin mana qog'ozi bor, mana sotganda olib ketayotganini ko'rsatib olib ketsa bo'laveradi. Aziz do'stlar, bunimiz tezda to'ldiradigan kuchlik akkumulyator. 5 soat turish shart emas, 2 soatda to'ldiradi xudo xolasa. Endi buni yopib qo'yamiz. Endi do'stlar, bu skuterimiz narxi optim narx, o'ta arzon, lekin aytadigan bo'lsak to'g'ri kelmay qoladi. Sotuvchilar xafa bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Bizda optim donaga ham mana narx. Hop, mana ko'rib turibsizlar. Bunimiz 40 kilometrga yuradi. 40 kilometrga batareyasi yetadi. 5 ta dona qo'yilgan. Hop, bo'sh paytda o'tirgan holatda ana qo'shiqlar eshitsanglar bo'ladi, muzikalar ishlaydi. Telefonlar qo'yadigan 2 ta joyi bor. Bu joyga bitta telefon qo'ysa bo'ladi, mana bu joyga yana bitta telefon qo'ysa bo'ladi. Maya bu narsalar sovg'asa bo'ladi mana do'stlar. Hop. Shu qulayliklari hozircha mana tormizni yoq qo'yib qo'yasiz ekan, jit tormiz deydimi, nima deydi? Shunaqa tormizni yaxshisidan qo'yilgan. Yana oyoqda ham bitta tormiz bor mana. Oyoqda ham o'sha yerda, bu ham o'sha yerda. Agar do'mlikka chiqaman desangiz, mana buni pastga tushirasizda, buni bu tomonga o'tkazib qo'yasiz. Bo'ldi, shu holatda do'mga chiqib ketaveradi do'stlar. Mana bu holatda tezlik, tez yuradigan holati, buning uchun moni ko'tarib qo'yish kerak bo'ladi. Shu holatda ketilaveradi. Hop, endi sizlarga faralarni yoqilgan holatda bitta ko'rsataman mana. Yarqiligi zo'r akalar. Kechasi yarqiydi, kechasi yoqib ko'rdik. Yaxshi, juda ham bir tiniq holatda. Do'stlar, bizda 1 tonna, 1,5 tonnaliklari ham bor. Qiziqqanlar aloqa chiqarasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Hammaga omad. 7 Motors.